Salom do'stlar. Bugun MMA olamida yana bir g'ururli lahzaga guvoh bo'ldik. Bizning yurtimiz vakili, kuchli jangchi Og'abek Abdumo'minov Octagon arenasida o'z raqibini ishonchli tarzda mag'lub etdi. Ushbu g'alaba nafaqat uning, balki butun O'zbekiston sporti uchun faxrli natija bo'ldi. G'alaba bilan tabriklayman. Hali bu boshlanishi do'stlar. Nasib inshaalloh Alloh qo'llab turganda bandasi sindirolmaydi chiqasan. Hali bu boshlanishi. Mana 2 kishi keldi, mana shu yergacha 2 kishi keldi. Yolg'iz lekin harakat qilib, mehnat qilib inshaalloh alhamdulillah yengdik mana bunaqa bo'ladi jang. Davay, do'stlar hammaga. Rahmat bizni qo'llab-quvvatlab turganlar. Jang davomida Og'abek o'zining tayyorgarligi, qat'iyati va haqiqiy jangchi xarakterini yana bir bor namoyon etdi. G'alabadan so'ng u o'zining Instagram sahifasida yurtdoshlari, do'stlari va eng avvalo ota-onasiga samimiy minnatdorchilik bildirdi. Bu g'alaba meni qo'llab-quvvatlagan xalqimniki, sizlarning ishonchingiz menga kuch berdi, deya so'zlariga yakun yasadi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Xursandman, juda ham xursandman. Hammasi sizlar uchun. Men endi faqat oldinga harakat qilishda davom etaman. Men oddiy xalqdan chiqqan bir jaydari yigitman. Men O'zbekiston sizlarni yaxshi ko'raman. Faqat sizlarni yaxshi ko'raman. Bilasizlar men nimalar ko'rganimni, hammasini sizlarga qo'yib oldim. Xudo xolasa yana yurishda davom etaman. Men O'zbekiston yurtimizni bayrog'ini ko'targanimdan faxrlanaman. Bundan ota-onam xursand. Ota-onam, otajonim, qirolim, onajonim jannatim, baxtimga sog' bo'ling. Endi bundan keyin faqat mehnat qilib, ko'p gapirmasdan faqat gazim bosishda davom etaman. Meni ba'zi bir yoshligimda qilingan sho'xliklarim uchun kechiringlar. Sizlarni yaxshi ko'raman. O'zbekiston olg'a. Saturnning tajribasi kam bo'lsa-da, lekin uning oldiga qo'ygan maqsadlari juda ham katta. Biz unga ishonamiz. U albatta kelajakda kuchli jangchi bo'ladi. Vatanimiz bayrog'ini ko'klarga ko'tarishiga ishonamiz. Do'stlar, videoga like bosing, izoh qoldiring va kanalimizga obuna bo'ling. Oldinda sizni yana ko'plab jang yangiliklari kutmoqda. Endi qizlar qaramaydi-yu bu turishda. Salgina o'rindan qochdi-da bashara. Erkakni basharasin. Ularni yoshlasiniz.